Alloh taoloning o'zi shunda bandaga fazilat beradi, baraka beradi. Lekin bugungi kunlarda ziyoratga boryapmiz, na ziyorat odobini bilamiz, na safar odobini bilamiz, na bizda tartib bor, na bizda sabr bor, na bizda borish odobi bor, na kelish odobi bor. Faqat odamlarga aytishni bilamiz, reklama qilishni bilamiz, kelgandan keyin oshna aqlimiz oladi, tamom. Nimaga? Hamma bilsin biz umraga yoki hajga borganmiz. Kerak emas, birodar. Alloh taolo sizni taqdir qilibdi. Bordingiz, Alloh nasib qilibdi. Bormaganlar qancha? U joyda borib ibodat qilibsiz. Alloh nasib qilibdi. Boriboq kasal bo'lib, to kelguncha kasal bo'lganlar bor. Men o'zim guvohman. Shunday Jidda aeroportida tushib, kasal bo'lib, to qaytib